Men dalada paxta ekib ham ko'rgan odamman-da, fermerlikqa bir vaqtlar. Tavba qilib 1 yildan keyin topshirib, boshqa qaytmaganim bo'lsin. Bu fermerlar qanday chidab yuribdi deb shu yo'ldan qaytganman. Paxta ekib ko'rganmisiz? Yo'q, men fermer bo'lmasam ham, yilin 2 oy dalada yuraman. Men paxta ekib ko'rganman vaqtida. Men tavba qilganman. Hokimiyat o'zi xohlagan raqamni qo'yib, shuncha ekasan deb buyruq beradi. Sharoiting bormi, yo'qmi, qiziqtirib shuncha ekasan deydi. O'tirib oladi, bo'lmasa prokuratura keladi. Ish ochaman, qilasan. Ekdingiz ham bo'ldi. U qiziqtirmaydi qaysi yo'l bilan ekan. Eng qizig'i chigitni ham tanlay olmaysiz. Chigitni ham mana uni qilasan deydi, monopoliya qilib. U chirib ketgan chigitni qaytib chiqadimi, yo'qmi, sifatini umuman ishi yo'q. Olasan deb majbur shuni olasiz. Ekasan deb majbur ekasiz. Oradan biroz vaqt o'tib, siz endi yaxshi, shu arzon, yaxshi, foydali dorini endi beraman deb tursangiz, taqataq qo'yadi-da, mana bu dorini olasan deydi. Ey, bu dori ana foyda bermaydi desam, farqi yo'q, olasan deb turib oladi. Xohlaysizmi, yo'qmi, hokimiyat bittaxonaga qamat pechatlari bilan olib kelib o'tirg'izib qo'yib, hammani shartnoma qilib, majbur shuni oldirtiradi. Eng qizig'i, paxtani yetishtirgandan keyin ham o'zi xohlagan joyga sota olmaydi. Uni urib tebalab qaysidir klasterga olib ketyapti hozir. Undan ham dahshat bilasizmi? Klasterdan ham vaqtida pulni ola olmayapti hozir. Shunaqa sharoitda manfaatdorlik 0 darajaga tushib qolayotgan bir paytda ayting, siz kabi olimlarning tavsiyasini olishga xohish bo'ladimi film?